2025-yil 1-maydan boshlab elektr va gaz narxlari bozor mexanizmlariga o'ta boshladi. Ammo bu jarayonda ehtiyojmand aholini davlat yolg'iz qoldirmayapti. Kompensatsiyalar va moddiy yordamlar bilan qo'llab-quvvatlash mexanizmi joriy qilindi. Xola, men Inson ijtimoiy xizmatlar markazining ijtimoiy xodimiman. Bugun men sizga kompensatsiya va moddiy yordamlar bo'yicha tushuncha berish hamda ariza olish uchun keldim yoningizga. Kompensatsiya to'g'risida nima o'zi, nima degani? Sizning oilangiz moddiy yordam oluvchi sifatida ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan. Shunday oilalarga har oyda kompensatsiya beriladi. Masalan, agar siz bir oyda elektr energiyasini 350 kilovat ishlatsangiz, me'yorda 200 kilovat bo'ladigan bo'lsa, undan 150 kilovatiga siz 8 so'm emas, 15 so'm to'laysiz. Ya'ni bu oralikdagi 2 so'm farq davlat tomonidan qoplab beriladi. Bundan tashqari 2025-yil noyabr oyida sizga 1 million so'm miqdorida bir martalik yordam ham beriladi. Oyga ajratishni kerakmi? Yo'q xolajon, faqat bir marta ajratishni. Keyingi oyda ham sizga ijtimoiy me'yordan oshadigan holat bo'lsa, sizga avtomatik tarzda ushbu kompensatsiya to'lovlari o'tkazib beriladi. Ariza olyapsiz, qachon to'lab beriladi? Naqd pulga keldimi yo kartaga tushadimi? Barcha ijtimoiy xodimlar tomonidan arizalar 15-iyulga qadar qabul qilinadi va keyingi oyda ushbu kompensatsiyalar sizning xalq bank kartangizga to'lab beriladi. Arizaga nima kerak bo'lsa, nima hujjatlar kerak? Hurmatli, hamma hujjatlarni tegib mana men pasportimda, kadastrda arxivim. Yo'q xola, sizdan unaqa ko'p hujjatlar talab etilmaydi. Faqatgina shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingizning ma'lumotlari hamda gaz va elektr hisoblagichning hisob raqamlari kerak bo'ladi. Energetika sohasidagi islohotlar davrida davlat aholining himoyasiz qatlamini yetarli darajada qo'llab-quvvatlamoqda. Asosiy maqsad inson qadrini ta'minlash va hech kimni yolg'iz qoldirmaslik.